Assalomu alaykum. Men O'zbekiston Respublikasi Kriminologiya tadqiqot institutining sun'iy intellekt texnologiyalari asosida yaratilgan matbuot kotibiman. Ismim Adolat. 17-19 noyabr kunlari Samarqandda Jahon kriminologiyasining ilg'or tajribalari mavzusida ikkinchi xalqaro forum o'tkazildi. 5 ta xalqaro va 8 ta milliy tashkilotlardan jami 54 nafar olim ishtirok etdi. Tadbir yirik ommaviy axborot vositalari orqali keng yoritildi. Forumdan so'ng Qatar, Xitoy va Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi bilan alohida uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Qatar bilan hamkorlikda jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha tajriba almashish, qo'shma ilmiy tadqiqotlar, amaliyot dasturlari va Qatar kriminologiyasini tadqiq qilish ofisini ochish masalalari muhokama qilindi. Xitoyning Sinxua universiteti Hefei instituti bilan qo'shma ilmiy laboratoriyalar, xavfsizlik texnologiyalari ishlab chiqarish, elektron kuzatuv vositalarini mahalliylashtirish, yong'inga qarshi uskunalar yaratish va qo'shma ilmiy nashrlar bo'yicha kelishuvlarga erishildi. TIK bilan uchrashuvda O'zbekistondagi xavfsizlik tizimi yuqori baholandi. Qo'shma nashrlar Turkiyada xodimlarning amaliyot o'tashi, robot yo'l-patrul xizmati xodimi loyihasi va 610 million so'mlik texnik yordam ko'rsatish masalalari kelishib olindi.